Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mavzuimiz nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga jismoniy jihatdan tayyorlash. Reja 1. Nutq kamchiligining asosiy sabablari va xususiyatlari. 2. Jismoniy tayyorgarlik va nutq rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik. 3. Maktabga tayyorlashda jismoniy harakatlarning roli va usullari. Nutq kamchiligi ta'rifi va ahamiyati. Nutq kamchiligi bu tilni to'g'ri va ravon ifoda eta olmaslik, so'zlashda qiyinchiliklar bilan xarakterlanadi. Bu holat bolalarda kommunikatsiya muammolariga olib kelishi mumkin. Nutq rivojlanishini erta aniqlash va rivojlantirish uchun muhimdir, chunki bu maktab muvaffaqiyatiga ta'sir qilishi mumkin. Nutq kamchiligining sabablari. Genetik omillar, masalan, irsiyat yoki genetik kasalliklar nutq rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bu omillar bolalarda nutq kamchiligiga olib kelishi mumkin. Atrof muhit omillari, jumladan oilaviy muhit, ta'lim sharoitlari yomonligi nutq muammolariga sabab bo'lishi mumkin. Salbiy muhitda yashash nutq rivojlanishini shakllantiradi. Nutq kamchiligining xususiyatlari. Nutq kamchiligining asosiy xususiyatlari orasida nutq rivojlanishida kechikishlar bo'lishi mumkin. Bu kechikishlar so'z boyligi, grammatik qurilishi va talaffuzda muammolarga olib keladi. Shuningdek, nutq bilan bog'liq muammolar, masalan, ifoda qilishda qiyinchiliklar va tushunishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Nutq kamchiligi va bolalar psixologiyasi. Nutq kamchiligi bolalarning o'zini aniqlash va ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish jarayoniga ta'sir qiladi. Bu ayniqsa o'zini ifoda etishda qiyinchiliklarga olib keladi. Bolalarning jamiyatga integratsiyasini murakkablashtiradi. Shu sababli nutq muammolari bilan bolalarni psixologik tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Nutq kamchiligi bilan kurashish uchun jismoniy tayyorgarlik usullari muhim rol o'ynaydi. Jismoniy mashqlar, nafas olish texnikalari va massaj kabi metodlar nutq qobiliyatini rivojlantirishda yordam beradi. O'yinlar va jismoniy faoliyatlar esa bolalar sog'lomligini oshiradi va nutq muammolarini yengillashtiradi. Jismoniy tayyorgarlik va nutq rivojlanishi. Jismoniy faoliyat miya va nerv tizimining rivojlanishini rag'batlantiradi. Bu esa nutq qobiliyatlarini mustahkamlashga yordam beradi. Jismoniy mashqlar miyada qon aylanishini oshiradi va neyroplastikani qo'llab-quvvatlaydi. Nutq qobiliyatlarini rivojlantirish uchun jismoniy mashqlarni kundalik qilish tavsiya etiladi, masalan, harakatli o'yinlar va sport mashg'ulotlarini. Nutq va jismoniy rivojlanishni birgalikda qo'llab-quvvatlash. Jismoniy faoliyat va nutq qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Nafas olish, artikulyatsiya uchun jismoniy harakatlarni nutq sifatini oshiradi. O'yinlar va jismoniy faoliyatlar bolalarning fikrlarini aniqroq ifoda etishlariga yordam beradi. Bu esa nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Jismoniy mashqlar va nutqni rivojlantirish. Nutqiy rivojlanishda jismoniy mashqlar muhim rol o'ynaydi. Masalan, nafas olish va muskullarni moslashtirish uchun bajariladigan jismoniy harakatlar nutq sifatini yaxshilashga yordam beradi. Nutq va jismoniy rivojlanish o'rtasidagi muvozanat. Jismoniy rivojlanish va nutq o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim. Jismoniy faoliyat nutq qobiliyatini rivojlantirishda yordam beradi, chunki bu ikkala jarayon bir-biriga ta'sir qiladi. Jismoniy harakatlar va maktabga tayyorgarlik. Jismoniy harakatlar bolalarning umumiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Maktabga tayyorgarlik jarayonida jismoniy faoliyat nafaqat jismoniy kuchni oshiradi, balki muvofiqlik va koordinatsiyani rivojlantiradi. Ruchka bilan yozish, yugurish, sakrash kabi harakatlar bolalarning maktabga tayyorgarligini mustahkamlashga yordam beradi. Jismoniy tayyorgarlik va o'qitish usullari. Jismoniy tayyorgarlikni ta'lim jarayoniga qo'shish uchun o'qitish metodlari va jismoniy faoliyatni birlashtirish muhimdir. Innovatsion yondashuvlar, masalan, interaktiv texnologiyalar va jamoaviy o'yinlar jismoniy tayyorgarlikni samarali oshirishga yordam beradi. Bu usullar orqali bolalar maktabga jismoniy va intellektual rivojlanishni bir vaqtda amalga oshiradi.